Anchadan beri ham yonbop va hamma qulayliklarga ega kvartira chiqsa edi, shartda olib qo'yardim deb yurganmidingiz? Unda beriroq keling. 4 qavatli domning 1-qavatida skvoznoy joylashgan 62 kvadrat metrga ega kvartira sotuvga qo'yildi. Bu joyni ko'rgan odam "Xo'p, olaman" degancha qoladi. Chunki joylashuvi, sharoiti va qulayliklari bilan rosa ogingizni keltiradi. Remonti ham yaxshi. Isitish tizimi uchun duv-kontur kotel, konditsioner va hamma xonalari issiqpol bilan ta'minlangan. Sovuq mavsumga ham tayyor ekan. Agar kelishilsa, mebel va texnikalarni ham qoldiramiz deyishdi. Kommunikatsiyalarda muammo yo'q. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hammasi mavjud. Yana ustiga ustak, bu joyning atrofida sizga kerakli hamma narsa bor. Maktab, bog'cha, litsey, universitet, Navoiy bozori, Ohak bozori, Yangi bozor, oziq-ovqat do'konlari, sport zali, mehmonxona, savdo markazlari hammasi bir qadam narida. Podval va hovlichasi ham bor. Narxiga esa 35 ming so'rashyapti. Yana kelishsa bo'lar ekan. Ekrandagi raqamlar orqali bemalol bog'lanib kelishingiz mumkin. Manzili Qo'qon shahar, Sharq massivi 7-dom. Mo'ljal 9-mayda. Sharq massivi hududida joylashgan. Shu hududda shunaqa joylar tez ketadi. O'zingiz uchun bo'ladimi, investitsiya uchunmi? Qo'ldan boy bermang. Video yoqqan bo'lsa like bosib, yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Balki ular orzu qilgan joy shudir.